Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Olti aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Bugungi ajoyib kuningiz Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan sizni xursand qilish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Kimning nomidan bo'lishi mumkin? Kim deb o'ylaysiz? Bilmazmi lekin sizin bana qonuniy ma'lum tug'ilgan kunim shu kun, lekin kimning nomidanligini qolmishi bormishi bilmayman. Jonajon qizingiz, ko'zingizda oq qorasi Lobarxon nomlaridan tabriklayapmiz. Yashang, rahmat. Yurakdagi so'zlarini sizga yetkazib bersam maylimi? Yashaylar, rahmat Lobarxon. Dadajonim deyaptilar. Sizni ko'zingizdagi sokinlikda butun bir hayot hikoyasi yashiringan. Siz ko'p narsa demaysiz, lekin har bir jimligingizda meni himoya qilaman degan mehr bor. Siz yurakdan aytilmagan, ammo har kuni his etiladigan mehrsiz. Dadajon, yuragimni to'ri bilan, qalbimni qo'ri bilan sizni yaxshi ko'raman. Yaxshiyamki Allohim sizga farzand qilib yaratgan. Bir insonga 7 marta hayot beriladi deb eshitdim. 100 marta hayot berilganda ham jonim dadam sizni qizingiz bo'lishda Allohimdan o'tinib so'ragan bo'lardim. Rahmat deyman hammasi uchun. Faqat farzandim deb yashagan dada o'zingizsiz. Faqatgina yuragi uradigan farzandlarni xursandchiligidan quvonadigan dada sizni o'zingizsiz. Rahmat barchasiga va boriga. Agarda yoshlik qilib sizni xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Siz borsizki, men bor. Siz suyangan tog'imsiz, meni qiblagohimsiz deyaptilar. Olti aka, xursandmisiz? Rahmat. Men judayam xursand bo'ldim. Tan joningiz sog' bo'lsin. Jonajon qizingizga yuragingizda tubida qanaqangi so'zlaringiz bor? Sizlarga ham katta rahmat. Charchamaylar, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Bizga o'xshagan tug'ilgan kunlarni bundan keyin inshaalloh o'raylar. Yaxshi tabriklarni aytavringlar. Ilohim. Tan joningiz sog' bo'lsin. Dilbar opam borlarmi? Dilbar opam qo'shaloq bayram ekan. U kishini ham tabriklamoqchi edik. Assalomu alaykum Dilbar opajon, yaxshimisiz? Rahmat. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Bugungi ajoyib kunlar, shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin, qo'shaloq bayramlar. Rahmat, Allohga shukr. Lobarxonning yurakdagi so'zlari bor ekan. Noyabr oyida meni qo'shaloq bayramim, chunki dadajonim, onajonim dunyoga kelganlar deyaptilar. Yurakdagi so'zlarini maylimi yetkazib bersam? Men so'radim qizingizdan, nima deb xursand qilasiz, qanaqa ta'rif aytay desam, opajon, dunyodagi ta'riflarni hammasini yig'sam ham onamga ta'rif topa olmayman. 9 oy davomida yuraklarini ostida ko'tarib yurganlarini bilaman. Lekin qanchadan qancha azobni ko'rib, kerak bo'lganida o'limni bo'ynilariga olib farzandni dunyoga keltirganlarini bilmagan ekanman. Hammamiz chiroyli hayotga tarbiya qilganlarini bilaman. Lekin mana shu chiroyli hayot ortidagi azobni, uqubatni, mashaqqat va zahmatni bilmagan ekanman. Onajonim, hayotimizda shunday onalik qildingizki, o'zgalar onasiga havas qilmadim. Mani onam mana shu ayoldek bo'lsa edilar demadim. Onajon, rahmat hammasi uchun. Sizni xafa qilgan kunlarim uchun uzr so'rayman. Sizni yuragim bilan yaxshi ko'raman deyaptilar. Dilbar opa, xursandmisiz? Rahmat, Xudo Allohga shukr. Joningiz omon bo'lsin. Onaning har bir so'zi duodir. Jonajon qizingizga, kiprigingiz orasida asragan dilbandingizga, yuragingizda tubida qanaqangi so'zlaringiz bor? E'tiborlar uchun rahmat. Ko'p darslarni ko'taraman farzandlarimni, shularni qizim Alloh asrasin. Ilohim. Umrini afzal bo'lsin, bog'im maktablarida maqtovli bo'lsin farzandlarim. Ilohim.
Dunyomiz butun sizlar yashaylar, rahmat. Joningiz omon bo'lsin opajon. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, xonadonlarga doim quvonch bo'lsin ilohim. Allohim baytiga chorlasin ilohim. Hojoti hojona bo'lishlik ekanlaringizga ham nasib etsin deyman. Bitta chiroyli she'rlari bor ekan, shu bilan tabrikni yakunlayman, maylimi? Mayli. Duolar qildingiz, iqbolim tilab. Halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga, dada, rahmat onajon. Men deb yashadingiz, o'tkazib umr. Uyqulardan kechib, tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga, ota, rahmat onajon. Men deb halovat bilmaganimsiz. Mening ertam uchun tinmaganimsiz. Har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga, ota, rahmat onajon, deyaptilar jonajon farzandingiz. Yashaysan, umrga uzoq bo'lsin. Sizlar yashaylar, umrga uzoq bo'lsin. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Quvonch ko'z yoshlari sizni bugun yig'latib qo'ydik. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Faqatgina quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. G'am anduhlar sizdan yiroqda bo'lsin opajon. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bugungi kunni ajoyib o'tkazib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, umrga uzoq bo'lsin. Charchamanglar, turadi xizmat qilaman. Xo'p bo'ladi, rahmat.